Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sevinch klinikasiga O'zbekistonning eng kuchli mutaxassislaridan biri, aynan 3000 dan ortiq bariatrik operatsiyalarni o'tkazgan Umid Ro'ziyev tashrif buyurdi. Assalomu alaykum. Assalomu Xush alaykum. kelibsiz. Yaxshimisiz? Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Bugundan Sevinch klinikada operatsiyalarni yana boshladingiz va operatsiyalar qanday o'tdi? Klinikamiz haqida aytsangiz, operatsiyalar haqida aytsangiz. Bugundan yana bariatrik va metabolik xirurgiya kunimiz bo'ldi Sevinch klinikasida. Mana operatsiyalarimizni tugatib oldik. Bemorlarimiz hammasi yaxshi, inshaalloh, xudo xolasa. O'sha ayrim bemorlar, ertalab bo'lgan bemorlar turib yurishibdi. Shuning uchun Sevinch klinikasi, shuni aytishim kerakki, juda ham yaxshi, zamonaviy, yaxshi jihozlangan, bemorlar mehrini qozongan klinikalardan bittasi. Shuning uchun bu yerda mana shu bariatrik operatsiyalarni qilish uchun hamma sharoitlar bor va biz bundan foydalanib, mana kelib, mana shu yerdagi xalqimizga bariatrik operatsiyalarni qilishni taklif qilib operatsiyalar o'tkazyapmiz. Tushunarli. Demak, endi poytaxtdagi klinikalar bilan Sevinch klinikasining farqi bormi yoki undan zo'r deb o'ylaysizmi? Farqi yo'q. Ayrim klinikalarda undan ham yaxshi. Shuning uchun faqatgina Toshkentga emas, balki boshqa dunyodagi klinikalarga ham solishtirsa bo'ladi. Barcha kerakli muolaja uchun yoki misol uchun operatsiyalar uchun, narkoz uchun kerakli bo'lgan barcha jihozlar bor. Eng asosiysi tajribali shifokorlar bor. Masalan, qarang, siz hozir Toshkent shahridan kelib operatsiya qilyapsiz, lekin bizni reanimatolog shifokorimizni endi tanidingiz yoki o'zingiz bilan olib kelmadi yoki operatsion hamshiramizni endi tanidingiz. Sizga ular noqulaylik bermayaptimi? Yo'q, ular juda ham tajribali. Chunki mana biz ish davomida operatsiyadan oldin suhbatlashganimizda bir-birimizni juda ham yaxshi tushundik. Va albatta har bittasi o'zini ishini ustasi. Reanimatolog anesteziologimiz ham juda ham tajribali, yoshi katta inson, mendanda katta tajribaga egalar. O'shaning uchun bemalol Sevinch klinikasiga kelgan bemorlar narkozdan qo'rqishmasa ham bo'ladi. Operatsioniy jamoasiga keladigan bo'lsa ham hammasi juda ham o'zini ishini biladigan va juda yaxshi bajaradigan jamoa yig'ilgan ekan. Tushunarli, katta rahmat. Hurmatli obunachilar, agarda sizlarda qandli diabet hamda semizlik mavjud bo'lsa, Sevinch klinikasiga murojaat qiling. Bariatriya hamda metabolik xirurglar assotsiatsiyasi prezidenti kotibi Umid Ro'ziyev klinikamizda operatsiyalar o'tkazadi. Yana bir marotaba aytaman, agar semizlik sizda mavjud bo'lsa, klinikamizga tashrif buyuring.